Menga ko'p savollar berishadi. Limfa bezini lord doktor ko'radimi? Keyin man YouTube anaqalarda ham ko'rganda qarab, siz lordmisiz deb qo'yishadi. Qo'ltiq osti, bo'yin osti limfa tugunlarini o'zingiz tekshirasizmi? Siz davolysizmi? Ko'p savol berishadi. Aslida mana kuni bir hafta oldin bitta bemor Rossiyada turaman, Toshkentga borolmayman, sharoitim yo'q, limfa bezim shishib ketgan. Qanaqa yordam bera olasiz deyapti. Qaysi doktorga boray deb savol berdi-da menga. Endi doktor ko'p. Bo'yin bo'lsa lorga boring. O'pka kasalligida ham limfa shishadi, yo infeksioniyga boring, yoki onkologitga boring. Misol uchun infeksioniyga borsangiz ham, infeksioniyda nima qiladi? O'zini kasalligini qidiradi. Infeksionniy kasallik bormi, yo'qmi? Infeksionniy kasallik topa olmadimi? Yo'q, mani kasalim emassiz deb sizni katta ehtimol bilan jo'natib yuboradi u odamni. Nima qiladi u? Immunologga boradi. Immunitetini tekshiradi. Immunolog nima qiladi? Immunitetini tekshiradi, ko'ngli check-up qildirib, holatini qaraydi, qarasa nisbatan immunitet ishlayapti, yo sizda mani muammoim emas, mani kasalligim emas. Katta ehtimol bilan siz onkologga boring deydi. Onkolog boradi. Onkologga borgandan keyin o'zini maxsus tekshiruvlari bor. O'sha tekshiruvlarni qilgandan keyin ham natijalar hammasi ijobiy chiqsa, siz ham mani kasalim emassiz deb nima qiladi? Boshqa doktorga jo'natadi. Bunaqa holatda bemor nima bo'ladi? Bu yoqqa sarson bo'ladi, vaqti ketadi, puli ketadi, asab ketadi. Yoki lorga borsa ham lor o'zini holatini tomoq, burun, quloqni yo og'iz bo'shliqlarini tekshiradi. Yo men tarafdan hammasi yaxshi. Stomatologga borsa tishlari ham hammasi yaxshi chiqadi. Bunaqa holatda o'sha menga savol berganlar, siz lorsiz ko'rasizmi deganda, men общий holatga qarab yondashaman, infeksioniymi, onkologitskiymi yokida immunologitskiymi общий olib, общий lechение qilinadi tana bo'ylab, tana bilan ishlab. Shu sababli meni katta rezultat shu. Shu sababli katta ehtimol bilan ko'p bemorlarim holati juda yaxshi ijobiy natija beryapti va holati yaxshilanyapti. O'shanga alohida limfolog deydi-yu, limfologlar ham turi ko'p. O'shanga to'liq tana bilan ishlaydigan, tanani o'zini holatini tiklaydigan, limfa drenaj funksiyasini tiklaydigan, immunitetni ko'taradigan, infeksion kasalliklarga qarshi kurashadigan vrach bo'lsa, limfani doimiy davolab kelgan vrach bo'lsa, o'shanga uchratsa tavsiya berib qolaman.